Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu desangiz, bu nimasalar yo'q edi. Shamollashga bir yaxshi doringiz bormi? Qanaqa bu? Nima deyapsan? Yaxshimisiz singlim? Yaxshi. E'tibor bermay, yosh bolada o'zini qanaqa tutishni bilmaydi. Sal shamollab qoldim. Shunga qanaqadir doringiz bormi? Hozir. Nima ha? Mana, bu sizga, bu sizga. Voy, menga nimaga? Men shamollamaganman-ku. Menimcha siz bilan ko'p yurasiz, a? Sizga yuqib qolmaslik uchun. Bu necha yoshdan bu? Kattalarga? Buni detskisini bering. Buni ko'rinish katta bo'lgan bilan miya hali maktabga chiqmagan. Yo'q, detki bo'lib qoldikmi hali? Qarang, qon bosimiga qarshi yaxshi dorilaringiz bormi? Endi tushunasiz, qarichilikda o'ynab turadi qon bosim. Bunga dori kerak emas. Hozir tabiiy yo'llari bilan davolasa bo'ladi. Zulik qo'yinglar. Zulik? Zulik qo'yish kerak bo'lsa ham, meni davlenam o'ynamas ekan. Zulik yonimda. Har kuni qonimni so'rab yuribdi. Yo'q, zulik bo'lib qoldikmi hali? Nech pul bo'ldi singlim? 94 ming. 94 ming, mana 100 ming. Qaytimiga qanaqadir kampitmi yo cho'pi-cho'pis bormi? Bor hozir. Yonimda detskilar bor-da. Yig'lab yurmasin. Hazillashdingiz-da hozir. Mana. Nima bering? Maska bormi bitta? Maska nimaga? Sanga o'xshagan zaharlardan himoyalanish uchun. Yo'q, men zahar emas, asalman. Voy. Nimaga ketib qolsan? Bo'pti, asalsan. Chorlarga asal mumkin emas. Qon bosimi ko'tarilib qoladi. Obbo. Nima qilsa bo'ladi bu qizsa? Singlim uzri, xos bog'chadan chiqolmanda, xafa bo'lmaysiz. Detskida baribirga ham. Rahmat. Kep turing. To'xta.